Nega bank kartalariga hujumlar ko'paydi? So'nggi haftalarda bank kartalaridan ruxsatsiz pul yechish holatlari ko'paydi. Firibgarlar asosan onlayn to'lovlar ulangan kartalarni nishonga olmoqda. Xavf qayerdan chiqyapti? Ko'pincha kartalar ilgari bog'langan onlayn do'konlar, mobil ilovalar va obuna xizmatlari orqali hujumlar amalga oshirilmoqda. Hatto uzoq vaqt ishlatilmagan servislar ham xavf tug'dirishi mumkin. Mutaxassislar bu holatlar ayrim axborot tizimlarida yuz bergan ma'lumotlar sizib chiqishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Natijada firibgarlar foydalanuvchi nomidan to'lovlar amalga oshirishga va ayrim hollarda onlayn kredit rasmiylashtirishga urinmoqda. Bu jarayon qanday amalga oshadi? Sizning bank kartangiz va bog'langan telefon nomeringiz orqali ehtimoliy raqamlar bilan kartani amal qilish muddati va PIN kodini topishga harakat qilishadi. Agar hammasi ular o'ylagandek bo'lsa, o'g'rilar sizning kartangizda to'liq boshqaruvni o'z qo'liga olishadi. Undan keyin nima bo'lishi sizlarga ma'lum bo'lsa kerak albatta. Boshqa holatda esa bankdan yoki boshqa tashkilotlar niqobi ostida sizga telefon qilib, sizning roziligingizni so'rashadi. Shuni unutmaslik kerakki, hech qanday bank onlayn ruxsat talab qilmaydi. Ko'pincha mablag'lar kichik summalarda yechib olinadi. Shu sabab muammo kech aniqlanadi. Xo'sh, qanday himoyalanish choralari bor? Barcha muhim akkauntlar parollarini zudlik bilan almashtirish kerak. Kartani ishlatilmaydigan yoki ishonchsiz servislardan uzib qo'yish muhim. Asosiy daromad tushadigan kartani onlayn to'lovlarda ishlatmaslik, onlayn xarajatlar uchun alohida karta ochish tavsiya etiladi. Imkoni bo'lsa agar onlayn kredit rasmiylashtirish funksiyasini vaqtincha bloklash foydali bo'ladi. Tranzaksiyalar tarixini muntazam tekshirib borish zarur. Shubhali operatsiya aniqlansa, darhol bank bilan bog'lanib, kartani bloklash kerak. Bu xabarni foydali deb topsangiz, yaqinlaringiz bilan ulashing va ko'proq odamlarga yetib borishi uchun like va kommentariyalarni unutmang.